Bular zazori ham turib kelgan. Oching. Achilarimizga assalomu alaykum. Olib qo'ygan BYD Charger avtomobilimiz ham tayyor bo'ldi. Avtomobilimizga откидной номер поставки ustanib qo'yganmiz. Fursalaring bo'ladi. Ishlashlari tez. Videoni tezlashtirganim yo'q. Ichkarida holati ham qop-qora bo'lib turibdi, bilingani yo'q. Ham tushirilib holatda ham ko'pincha savollar keladi. Ya'ni 150-200 kilometrda nomer ko'tarilib qolmaydimi degan, yo'q, kuch bilan ham ilojisi yo'q bu narsani. Ham nomerda o'zi ham tushib qolmaydi, ya'ni qotgan bo'ladi ikkita boltga. Narx-navolarga kelgan bo'lsak, videoni o'tkazib olmay turasizlar, oxirida aytib o'tib ketaman. Orqa qismini bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Ishlashlari tez. Ham ko'tarilib holatda bilinib qolmaydi nomer. Navolarga kelgan bo'lsak, $250 Magicar pultga uстановка qilib beramiz. $200 biror joy ustli chatir qo'yib beramiz, skromniy qilib, bildirmasdan. Chatirdan boshqarib beramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.